Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 20 avgustdan pensionerlar uchun qanday o'zgarishlar kuchga kirishi, kimlar bunga tayyor turishi kerak, kimlar esa xavotir olmasa ham bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiyaga chiqishga yaqin qolgan fuqarolarga, ota-onasi yoki bobosi buvisi pensiya oladigan oilalarga bevosita tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ariza vaqtida berilmasa yoki bitta ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, odam o'ziga tegishli pulni kech olishi yoki umuman qayta hisoblata olmay qolishi mumkin. Men bugun sizga masalani oddiy tilda, bosqichma-bosqich tushuntiraman. Oldin tartib qanday edi? Endi nimalar o'zgaradi? Qaysi pensionerlar albatta tekshirtirish kerak? Kimlarga qo'shimcha hujjat kerak bo'ladi? Qaysi holatlarda pensiya qayta hisoblanishi mumkin? Va eng muhimi, siz hozirdan nima qilishingiz kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo shuni aniq aytib o'taman. Pensiya masalasida eng katta muammo faqat pensiya miqdori emas. Asosiy muammo hujjatlar, ish staji, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, elektron bazalarda yozuvlar va fuqaroning o'z vaqtida murojaat qilishi bilan bog'liq. Ko'pchilik odam men butun umr ishlaganman, davlat o'zi hisoblab beradi deb o'ylaydi. Ha, davlat hisoblaydi, lekin hisoblash uchun asos kerak. Asos esa ish daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot. Soliq va pensiya jamg'armasi bazasidagi yozuvlar, shaxsiy hujjatlar va boshqa tasdiqlovchi dalillardir. Oldingi tartibda ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Odam pensiyaga chiqmoqchi bo'lsa, ish daftarchasini olib borardi. Kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma olardi. Arxivga borardi. Ba'zan bir korxona yopilib ketgan bo'lsa, uning hujjatlarini qayerdan topishni bilmay sarson bo'lardi. Ayniqsa 1990-yillar. 2000-yillar boshida ishlagan fuqarolarda bu muammo ko'p uchraydi. Chunki ayrim korxonalar nomini o'zgartirgan, ayrimlari tugatilgan, ayrimlarning arxivi boshqa tashkilotga topshirilgan. Ayrim joylarda esa ma'lumotlar to'liq saqlanmagan. Endi esa pensiya tizimi bosqichma-bosqich elektronlashmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, 20 avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensionerlarni ortiqcha qog'ozbozlikdan chiqarish, pensiya tayinlash va qayta hisoblash jarayonida mavjud elektron ma'lumotlardan ko'proq foydalanish. Noto'g'ri yoki yetishmayotgan ma'lumotlarni aniqlash va fuqarolarning murojaatlarini tezroq ko'rib chiqishdan iborat bo'ladi. Ammo bu yerda juda muhim jihat bor. Elektron tizimda ma'lumot bo'lmasa, tizim uni o'zi o'ylab topmaydi. Ya'ni siz 20 yil ishlagan bo'lsangiz, bazada 12 yil ko'rinayotgan bo'lsa, pensiya hisoblashda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun bugungi mavzu pul oshadimi yoki kamayadimi degan oddiy savoldan kengroq. Bu yerda gap o'z haqingizni yo'qotmaslik haqida ketmoqda. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, erkak kishi 6 yoshga, ayol kishi 25 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, u pensiya hujjatlarini oxirgi oyda emas, ancha oldin tekshirtirishi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam tug'ilgan kunimdan keyin boraman deydi. Keyin borib qarasa, ish daftarchasida muhr o'qilmaydi. Bitta ish joyi nomini to'g'ri yozilgan, arxivdan ma'lumotnoma kerak, ish haqi bo'yicha davr yetishmayapti. Natijada pensiya tayinlash cho'ziladi. Odam asabiylashadi, uydagilar nega hali pul tushmadi deb xavotir oladi. Misol keltiraman. Deylik, Rahmat aka 6 yoshga to'lmoqda. U 1995 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 2006 yildan 2024 yilgacha boshqa joylarda ishlagan. Ish daftarchasida hammasi yozilgan. Lekin 1993-1992 yillardagi zavod nomi o'zgargan va muhr xira. Agar elektron bazada bu davr to'liq ko'rinmasa, Rahmat akadan arxiv ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. Agar u buni oldindan bilib, arxivga murojaat qilsa, pensiyaga chiqish vaqtida muammo kamayadi. Agar tug'ilgan kunidan keyin boshlasa, bir necha hafta yoki oy kutishi mumkin. Ikkinchi guruh hozir pensiya olib turgan, lekin ishlagan davrlarining hammasi hisobga olinmagan deb o'ylaydigan pensionerlar. Bunday odamlar juda ko'p. Masalan, men 35 yil ishlaganman, lekin pensiyam juda kam chiqdi deydiganlar bor. Albatta, pensiyaning kam yoki ko'p bo'lishi faqat stajga bog'liq emas, ish haqi miqdori, sug'urta badallari hisobga olinadigan davrlar, imtiyozli davrlar ham ta'sir qiladi. Lekin baribir tekshirtirishga arziydi. Agar sizda avval hisobga olinmagan ish davri, ish haqi ma'lumotnomasi yoki imtiyozli mehnat sharoiti bo'yicha hujjat bo'lsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Masalan,
Matluba opa 2010-yildan beri pensiya oladi. U 28 yil staj bilan chiqqan deb hisoblangan. Keyin u uyidagi eski hujjatlarni ko'rib, 1991-1994 yillarda tikuv fabrikasida ishlaganini tasdiqlovchi buyruq nusxasini topdi. Agar bu davr avval hisobga olinmagan bo'lsa va hujjat qonuniy tartibda tasdiqlansa, uning umumiy staji 31 yilga yetishi mumkin. Bu har doim katta o'sish beradi deb va'da qilmayman. Lekin ayrim holatlarda pensiya miqdoriga real ta'sir qiladi. 3-guruh nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir pensiya yoki ijtimoiy nafaqa oladiganlar. Har bir turdagi to'lovning sharti boshqa. Kimdir hamma pensionerga bir xil o'zgarish bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Yoshga doir pensiyada asosiy e'tibor staj va ish haqiga qaratiladi. Nogironlik pensiyasida nogironlik guruhi, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori, ish staji va boshqa holatlar muhim. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa marhumning staji, oiladagi qaramog'idagi shaxslar, farzandlarning yoshi va o'qishi kabi omillar muhim bo'ladi. 4-guruh bank kartasi orqali pensiya oladigan pensionerlar. So'nggi yillarda to'lovlar bank kartalari orqali berilishi kengaydi. Bu qulay, pul kartaga tushadi, navbat kutish shart emas. Lekin karta muddati tugab qolsa, karta bloqlangan bo'lsa, telefon raqam o'zgargan bo'lsa yoki bankdagi ma'lumotlar pasport bilan mos kelmasa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun 21 avgust atrofida va undan keyin o'zgarishlar bo'layotgan davrda pensionerlar bank kartasining amal qilish muddatini, SMS xabarnoma ulanganini, plastik karta faol ekanini tekshirib qo'yish kerak. 5-guruh boshqa hududga ko'chib o'tganlar. Masalan, odam Farg'onada pensiya olgan, keyin Toshkentga farzandlarining yoniga ko'chib kelgan. Ro'yxatdan o'tish, yashash manzili, pensiya ishi qayerda yuritilayotgani masalasi muhim. Agar ma'lumotlar yangilanmasa, murojaat qilganda hujjatlarni topish qiyinlashadi. Ayniqsa telefon raqami, manzil, bank rekvizitlari o'zgargan bo'lsa, buni befarq qoldirmang. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala, ish daftarchasida yozuv borligi har doim yetarli bo'lavermaydi. Agar yozuvda ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q bo'lsa, yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, yoki tashkilot muhri tushunarsiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu pensionerni qiynash uchun emas, balki noto'g'ri hisoblashning oldini olish uchun qilinadi. Chunki pensiya davlat mablag'i hisobidan to'lanadi, har bir so'm hujjatga asoslanishi kerak. Ikkinchi nozik masala, ish haqi haqida ma'lumot. Ko'pchilik faqat stajim ko'p deydi. Lekin pensiya miqdorida ish haqi ham juda katta rol o'ynaydi. Agar bir odam 30 yil ishlagan bo'lsa, lekin rasmiy ish haqi past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham shunga mos hisoblanadi. Yana bir odam 25 yil ishlagan bo'lsa, lekin rasmiy maoshi yuqori bo'lgan, badallari to'langan bo'lsa, uning pensiyasi yuqoriroq chiqishi mumkin. Demak, faqat yillar soniga qarab baho bermang. Masalan, 2 ayolni olaylik. Dilbar opa 32 yil ishlagan. Lekin ko'p yillar norasmiy qo'shimcha haq olgan, rasmiy maoshi esa minimalga yaqin bo'lgan. Gulchehra opa 27 yil ishlagan, lekin rasmiy maoshi yuqori bo'lgan va barcha badallar to'langan. Natijada Gulchehra opaning pensiyasi Dilbar opanikidan yuqori bo'lishi mumkin. Bu adolatsizlik ko'rinadi, lekin pensiya tizimi hujjatlashtirilgan daromadga qaraydi. 3-nozik masala norasmiy ishlagan yillar. Afsuski, ko'p odamlar men bozorda 10 yil ishladim, ustachilik qildim, fermerda og'zaki ishladim deydi. Agar bu davr rasmiylashtirilmagan bo'lsa, mehnat shartnomasi bo'lmasa, soliq yoki sug'urta badali to'lanmagan bo'lsa, uni stajga kiritish qiyin bo'ladi. Shuning uchun pensiyaga chiqmagan yoshlar uchun ham bugungi mavzu muhim. Hozir rasmiy ishlash kelajakdagi pensiyangizni himoya qiladi. Bugun konvertda olingan pul ertaga pensiyada ko'rinmasligi mumkin. 4-nozik masala, imtiyozli pensiya. Ba'zi kasblar og'ir, zararli yoki alohida sharoitli hisoblanishi mumkin. Masalan, ayrim tibbiyot xodimlari, pedagoglar, konchilik, metallurgiya, kimyo san'ati, transport, harbiylashtirilgan xizmatlar yoki boshqa maxsus toifadagi xodimlarda alohida tartib bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham men og'ir joyda ishlaganman degan gap yetarli emas. Lavozim nomi, ish sharoiti, attestatsiya, tegishli ro'yxatga kirishi, tashkilot ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Ba'zan ish daftarchasi lavozim nomi umumiy yozilgan bo'ladi. Masalan, ishchi deb. Aslida u zararli sexda ishlagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda qo'shimcha ma'lumotnoma hal qiluvchi ahamiyatga ega. 5-nozik masala,
pensiya qayta hisoblanishi har doim avtomatik bo'lmaydi. Ba'zi o'zgarishlar tizim orqali avtomatik qo'llanishi mumkin. Masalan, umumiy indeksatsiya ayrim to'lovlarning oshirilishi yoki elektron bozordagi yangilanishlar. Lekin siz yangi hujjat topgan bo'lsangiz, avval hisobga olinmagan stajni aniqlagan bo'lsangiz, ish haqi ma'lumotnomangizni to'g'rilatgan bo'lsangiz, ko'pincha ariza bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ular o'zi bilib topadi deb kutmang. 6-nozik masala. Pensiyadan ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar kartaga tushgan pul avvalgidan kamroq bo'lsa, darhol pensiyamni kamaytirishdi deb o'ylaydi. Aslida ba'zan aliment qarzdorlik ijro hujjati ortiqcha to'langan summani qaytarish. Bank krediti bo'yicha yechimlar bo'lishi mumkin. Agar pul kam tushsa, avvalo pensiya jamg'armasi bo'limidan va bankdan aniq ma'lumot oling. Taxmin bilan xulosa chiqarmang. 7-nozik masala. Tiriklikni tasdiqlash va ma'lumotlarni yangilash. Ayrim holatlarda pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, manzili o'zgarsa, bank kartasini boshqa odam ishlatsa yoki ma'lumotlarda shubha tug'ilsa, to'lovlar bo'yicha tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu hamma pensionerga birdek tegishli degani emas, lekin o'z hujjatlaringiz va bank kartangizni boshqalarga nazoratsiz berib qo'ymang. Karta PIN kodini hech kimga aytmang. Hatto qarindosh bo'lsa ham pul yechish vakolatini rasmiy tartibda hal qiling. Endi kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz pensiyangizni muntazam olib turgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, avvalgi pensiya hisobingiz bo'yicha e'tirozingiz bo'lmasa, sizga keskin bir muammo bo'lish ehtimoli kam, lekin baribir tekshiruv zarar qilmaydi. Chunki pensiya masalasida eng yaxshi himoya bu oldindan tayyorgarlik. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlar elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, ish stajingiz to'liq hisoblangan bo'lsa, bank rekvizitlari to'g'ri bo'lsa, siz asosan to'lov sanasi va miqdorini kuzatib borsangiz yetarli bo'ladi. Lekin sizda yangi hujjat paydo bo'lsa, albatta murojaat qiling. Agar siz ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsangiz, masalan, yetarli ish staji bo'lmagani uchun pensiya emas, nafaqa tayinlangan bo'lsa, sizning holatingizda ham hujjatlar muhim. Chunki keyinroq biror stajni tasdiqlovchi hujjat topilsa, holat qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu har bir vaziyatda alohida o'rganiladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga to'plang. Pasport yoki ID karta, JSHSH raqamingiz, ish daftarchasi, diplom, harbiy xizmat haqidagi hujjat, niko yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli guvohnoma, bolalar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa vafot etgan shaxs hujjatlari va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam, ish stajingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Oddiy daftar oling va jadval qiling. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishladingiz? Lavozimingiz nima edi? Tashkilot hozir mavjudmi yoki yopilganmi? Ish daftarchasida yozuv bormi? Arxiv ma'lumotnomasi bormi? Masalan, 1918-1995 yillar maktab, 1905-2002 yillar tuman kasalxonasi, 2003-2010 yillar xususiy korxona, 2020-2004 yillar fermer xo'jaligi. Shu tarzda yozsangiz, qaysi joyda bo'shliq borligini darrov ko'rasiz. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari markazi orqali yoki mavjud elektron xizmatlar orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Agar o'zingiz internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy parollar, bank karta ma'lumotlari va SMS kodlarini hech kimga aytmang. 4-qadam, arxiv masalasini kechiktirmang. Agar ishlagan tashkilotingiz yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivda saqlanishini aniqlang. Tuman yoki shahar arxiviga, sobiq tashkilotning huquqiy vorisiga, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Ariza yozganda aniq yozing. Falon yildan falon yilgacha falon korxonada ishlaganimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb. Agar ish haqi kerak bo'lsa, falon davr bo'yicha oylik ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma deb alohida ko'rsating. 5-qadam, pensiya qayta hisoblash uchun ariza berishda umumiy gap yozmang. Masalan, pensiyamni oshirib bering degan ariza yetarli emas. To'g'riroq shakl.
avval pensiya tayinlashda hisobga olinmagan 1992-1996 yillardagi ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini taqdim etmoqdaman. Ushbu davrni pensiya hisobiga kiritib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozsangiz, masala aniq ko'rib chiqiladi. 6-qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Bankdagi pasport ma'lumotingiz yangimi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? SMS xabarnoma keladimi? Shularni bankdan aniqlang. Agar pensioner yoshi katta bo'lsa, farzandlari yordam bersin, lekin karta egasining huquqlari buzilmasin. Pensiya pensionerning shaxsiy puli. Uni hech kim majburan olib qo'yishga haqli emas. 7-qadam, har bir murojaatga javobni yozma shaklida bo'ling. Og'zaki gapga tayanmang. Agar sizga bo'lmaydi deyishsa, nima sababdan bo'lmasligini yozma tushuntirishni so'rang. Chunki yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Og'zaki rad javobi bilan esa o'z huquqingizni himoya qilish qiyin. 8-qadam. Hujjatlarning nusxasini saqlang. Asl hujjatni topshirayotgan bo'lsangiz, qabul qilinganligi haqida belgi, tilxat yoki ro'yxat oling. Ariza nusxasiga kirim raqami qo'ydiring. Telefoningizda hujjatlarni rasmga olib qo'ying. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin keyin juda katta yordam beradi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. O'zgarishlar bo'layotgan davrda pensiyangizni oshirib beraman. Bazaga kiritib qo'yaman. Kartangizdagi pulni tekshiraman. SMS kodini ayting deydiganlar ko'payishi mumkin. Hech kimga karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, PIN kod, SMS kod, pasport nusxasi va elektron imzo ma'lumotlarini ishonchsiz tarzda bermang. Rasmiy masalalar faqat rasmiy idoralar orqali hal qilinadi. 10-qadam, agar siz pensiya chiqishga yaqin bo'lsangiz, ish beruvchingizdan hozirdan ma'lumotlarni tekshirib berishni so'rang. Kadrlar bo'limi ish daftarchasidagi yozuvlarni tartibga keltirsin. Buyruq raqamlari, lavozim nomlari, ishga kirgan va chiqqan sanalar to'g'ri bo'lsin. Agar tashkilot elektron mehnat tizimiga ma'lumot kiritayotgan bo'lsa, xatolik qolmasin. Bugun tekshirilgan bitta sana ertaga bir oylik sarsonlikni oldini oladi. Keling, yana bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. Pensioner ayol 20 yildan beri pensiya oladi. Unga pensiya eski hujjatlar asosida tayinlangan. Keyin farzandlari uy ta'mirlash vaqtida eski papkadan onasining 1900 yillardagi ish haqi ma'lumotnomasini topib olishdi. Agar bu ma'lumot avval hisobga olinmagan bo'lsa, u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib qayta hisoblashni so'rashi mumkin. Natija hujjatning yuridik kuchiga va qonuniy hisoblash qoidalariga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi vaziyat. Erkak kishi pensiyaga chiqmoqchi, lekin 5 yil Rossiyada ishlagan. Agar u yerda rasmiy ishlagan bo'lsa, xalqaro shartnomalar va hujjat tasdiqlash tartibiga qarab ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin. Lekin buning uchun mehnat shartnomasi, badal to'lovlari yoki vakolatli organ ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Men u yerda ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. 3-vaziyat. Ayol familiyasini nikohdan keyin o'zgartirgan. Ish daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, hujjatlar bir shaxsga tegishli ekanini isbotlashda qiyinchilik chiqadi. Shuning uchun ayollar bu masalaga ayniqsa e'tibor bersin. Eski diplom, eski ish daftarchasi, eski ma'lumotnoma yangi pasport bilan bog'lanishi kerak. 4-vaziyat. Pensioner kartasini nevarasiga berib qo'ygan. Nevara pul yechadi, kommunal to'laydi, doriga sarflaydi. Hammasi yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin bir kuni pul yo'qolsa yoki boshqa xarajat qilinsa, pensioner o'z pulini nazorat qila olmay qoladi. Yaxshisi, bunday yordamni shaffof qiling. Har oy qancha tushdi, qancha yechildi, nimalarga sarflandi pensionerning o'zi bilsin. Bu oiladagi ishonchni ham saqlaydi. Demak, 21 avgust atrofidagi pensiya o'zgarishlariga tayyorlanishning eng muhim yo'li vahimaga tushish emas, hujjatlarni tartibga solishdir. Siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, to'lovlaringizni, kartangizni, ma'lumotlaringizni tekshiring. Pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsangiz, staj va ish haqi hujjatlarini oldindan tayyorlang. Pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, aniq hujjat bilan ariza bering. Har bir gapni yozma tasdiq bilan olib boring. Men sizlarga ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida eng kuchli odam ko'p bahslashgan odam emas, hujjatini to'g'ri yig'gan odamdir. Kimning qo'lida dalil bo'lsa, uning huquqini himoya qilish osonroq bo'ladi. Sizningcha, pensionerlar uchun eng katta muammo nima? Pensiya miqdorimi, hujjat yig'ishmi?
bank kartalarımı yoki idoralarda tushuntirish yetishmasligimi fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Oldinda pensiya, nafaqa, hujjatlar va davlat to'lovlari bo'yicha yana juda muhim tushuntirishlar beraman.